2-3 kunda уже avtopilot pulini chiqardim deyapti-da. Hozir endi boshlanyapti. 26-yilga tayyorgarlik xudo xolasa. Traktor tushadi, avtopilotni qo'shasiz, o'zi taqsimlab beradi. Hamma narsa ko'rsatib turadi monitorda. Baribir avtopilot o'rnatish kerak. Ertaga hamma narsada o'tadi, vaqtdan o'tadi. Azamat akani traktorlarga avtopilot o'rnatyapmiz. Ibodullohxon fermer xo'jaligi rahbari. Assalomu alaykum Azamat aka, yaxshimisiz, charchamayapsizmi? Azamat aka, nima uchun avtopilot o'rnatyapsiz traktoringizga? Endi avtopilot o'rnatishdan asosiy maqsad dalada ko'chatning sonini oshirish. Maqsad. Birinchidan avtopilotda ekilganida, masalan 100 metrga 100 metr joyga 131 ta qator nima tushadi, g'o'za tushadi. O'zida oddiy eksangiz yo 135 bo'lishi mumkin, yo 141 bo'lishi mumkin, yo 110, 120 ta bo'lib qolishi mumkin-da. Chigit ekish selkasi qayerdan yursa shu yerdan yurish kerak bo'ladi. Boshqa joydan tushsa traktorchi o'zi g'o'zani yulib tashlaydi-da. Ertaga kultivatsiyada. Ertaga kultivatsiya. Baribir u odam haydaganda tekis haydamaydi. Tekis haydamaydi. Traktorchi mazza qilishlaydi. Asabiylashmaydi. Qarang. Yana bitta savol beraman. Azamat aka, siz fermer xo'jaligi rahbari sifatida aynan bu avtopilot haqida qancha bo'ldi xabar topganingizga? Endi o'tgan yil topganman. O'tgan yil xabar topgansiz, lekin endi o'rnatyapsiz. Ha, endi. Shuncha vaqt mobaynida nima uchun o'rnatmadingiz? G'o'zani ekib bo'lgandan keyin bilganman-da. Endi hozir g'o'za ekish mavsumi boshlanyapti. 26-yilga tayyorgarlik xudo xolasa. G'o'zadan bir yilda necha sentner olasiz gektaridan? Endi o'tgan yil 60-70 sentner olganmiz. 60-70 sentner olyapsiz. Endi hozir bu avtopilot bilan g'o'zani ekib, o'rib, kultivatsiya qilganingizdan keyin taxminiy kutuvingiz qancha? Yana 3-5 sentner qo'shimcha bo'ladi-da. Har gektardan, ha? Har gektarga 3-5 sentner. Masalan, 60-70 olayotgan bo'lsangiz, o'sha 65-75 shunaqa bo'ladi-da. Xudo xolasa buni o'rnatganingizdan bizani ko'p mijozlarimizdan eshitgan o'ziflarimiz, ya'ni ularda bo'lgan natijasini aytib o'tsam, masalan 60-70 yoki bo'lmasa 50 olib turgan joyda 70 olganlari ham bor. Xuddi shunaqa o'sishlar bo'lyapti-da. Xudo xolasa sizniki ham 60-70, xudo xolasa 80-90 gacha ham xudo xolasa chiqadi. Azamat aka, fermer xo'jaligida hozir O'zbekistonda fermerlarni hammasida ham bor emas bu apparat. Taxminan deylik 5-10% ham bo'lmasa kerak. Qolgan fermerlarga nima deya olasiz shu avtopilot to'g'risida? Baribir avtopilot o'rnatish kerak. Ertaga hamma narsada o'tadi, vaqtdan o'tadi. Masalan, bitta dalaga tushib turib, oldinlari 3-4 marta borib kelar edi-da. Ichkidagi shu nimani to'g'irlash uchun, yo'lak to'g'irlash uchun. Unda ham baribir to'g'ri chiqmaydi-da u. Hozir masalan dalaga traktor tushadi, avtopilotni qo'shasiz, o'zi taqsimlab beradi. Hamma narsa ko'rsatib turadi monitorda. Baribir ming yaxshi traktorchini olib kelganingiz bilan tekis olib yana bitta joyi bor, yana bitta joyi bor. Masalan, kunduz kechqurun farqi yo'q-da bu narsaga. Kunduz kechqurun. Kunduz kechqurun ham xatosiz ishlayveradi. Chunki Sputnik orqali ishlagandan keyin o'sha o'zini yo'lagiga tushib ketaveradi. Undan tashqari tajribali haydovchi ham shart emas bunga. O'zingiz bironta o'g'lingizga yo jiyaningizgami yoki bironta ukangizga tayinlab qo'ysangiz, tajribasiz bo'lsa ham skoroskka urishtirib bilsa bo'ldi. Jo'yakni boshiga chiqqanda skoroskka urib qaytarib joyiga solib qo'ysa, yo'lakka o'z joyiga tushib yana haydab ketaveradi. Urug' ekishimi, haydashimi, kultivatsiyami farqi yo'q. Xo'p. Keyin yana bir afzalligi bor. Masalan, bizda paxta mashina ham bor o'zlarimizda, paxta terish mashinasi. Masalan, paxta qatorni egraygan joylarida ma'lum miqdorda patera qilib o'tadi-da u. Bunda patera unda ham yutamiz-da. Paxta terish mashinasi terilganda ham yutamiz paxtani. Patera nobud qilmasa yinab olamiz-da, to'kmaydi. O'sha joylari ham bor. Zo'r. Ham hozir bundan tashqari siz 100 gektar joyim bor dedingiz-a? 100 gektar joyingizga ishlov qilib berib, urug'larni, ko'chatlarni ekib bo'lganingizdan keyin o'sha sizdagi ko'rgan natijani ko'rib turib, boshqa sizda atrofingizdagi hali avtopilot o'rnatmagan fermerlar bo'lishi mumkin, dala ekin egalari
sizni xizmatingizdan foydalanishga baribir o'chirtirib turishadi. Chunki biz ko'rdik, yaqinda shu bitta fermer avtopilot o'rnatgan ekan, o'zimnikidan tashqari shu atrofdagi 7 ta 8 ta fermerni polni yerini haydab berdim, o'sha ekib berdim. O'shani o'zidan kuniga 10 milliondan 12 milliongacha ish haqqini o'zidan, u hosilga anaqa emas. 2-3 kunda уже avtopilot pulini chiqardim deyapti-da. Men Azamat aka bilan suhbatimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Avtopilotlarni ham o'rnatish jarayoni ketyapti, o'rnatib ham berdik. Qanaqa kutuvlari bor, xudo xolasa shu paytgacha qanaqa qiyinchiliklar bilan hosilda jarayonlarni ekish, o'rish, kultivatsiya jarayonlarini o'tkazgani haqida batafsil bo'lib oldik. 23-fevral kuni aynan shu avtopilot to'g'risida katta onlayn taqdimot qilyapmiz. Eldor Egamberdiyev o'zi avtopilot hamda traktorlarni avtomatlashtirish bo'yicha batafsil ma'lumot berishadi. Pastdagi Telegram kanaliga obuna bo'lib qo'yadigan bo'lsangiz, shu avtopilot to'g'risidagi barcha ma'lumotlarni olishingiz mumkin bo'ladi.